Yaxshimisiz, siz mana shu olimpiya qilgan vaqtida ag'rib jinim chiqaramki deb o'ylagandim. Masalan, burun yanday nag'ız qilgan vaqtida sizda ko'zim nacharmay qilgandim, ag'irgandi. Yomon ag'irgandi. Siz qilgan vaqtida ag'ram deb o'ylasam, nada ag'ridi? Ag'rimoq tugul, akşam uxlagan ekanman, hozir mana soat 11:20 bo'lay deb qoldi. Hozir qopdim, qo'lingiz bek yengil ekan, rahmat sizga. Haqlab bekam maqtamayotgan qo'y sizni. Qo'lingizmi yengil ekan, o'ldiringizmi bek yaxshi ekan. Bundan keyin mo'ylaqi ukalar bo'lsa, xaridorlar bo'lsa sizga o'qmay turib tuyjan qilsam bo'ldi ekan. Raz bo'lishga tegishli qo'y, o'niringizni ko'rib turib, ortiqchiligingizni demasak bo'lmaydi qo'y. O'zingizmi ko'rdingiz burunma yandayin ag'iztimi deb shubay bo'lib qolib, ko'zim ichilib qo'yganligini sizga ko'rsatdim. Sessiz bo'lib qolganligini ko'rdingiz o'zingiz. Ashino'ni yurakdek qatib ekan va shu olimpiya qilsam ag'ramba, keyin qanday bo'lar, ko'zim menda maymoq bo'lib qolamda degan xeyli xiyollar kelgandi. Endi bo'lsin sizning gapingizga ishni bilan tavakkul qilg'izib o'tgandim. Araldan yaxshi ekanchi, hadima ish yangan ekan, texnik chiroyli qo'yib ketam deb o'ylayapman. Qo'lingiz yengil ekan, qo'lingizga batmaymisin. Bundan keyin xaridorlaringiz chiqaversin. Burun nimigasin do'koningizni bilmaganligimga bek qabul bo'lyapman. Bo'lmagan bo'lsa menda shibay bo'lib qolmayapman, yandayin ag'izgan. Burun do'koningizni bilgan bo'lsam, yanday bilan mana shu olimpiani bilib qilg'izib ketdim. Haqlar bekor maqtamay ekan, o'niringizni bilgandan keyin maqtay turib haqlar. Rahmat sizga. Bundan keyin tuqqanlarim bo'lsa, do'stlarim bo'lsa, qo'rqmay turib sizni tuyjan qilishga kuchayman.